Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo mana shu masjidga jamlanishimizni xayrli qilsin, tarqalishimizni mag'firatli qilgan bo'lsin. Mavzuimiz takfir. Bir musulmon ikkinchi musulmonni kofir deyishligi. Agar qarab turadigan bo'lsak, ayrim odamlarni mana shu xatarli ish bilan mashg'ul bo'layotganligini ko'ryapmiz. Xususan yoshlar o'rtasida. Yosh kattalar birovni kofir deyotgani yo'q. Eski domlalarimiz, yoshi ulug' domlalarimiz bu yurtning ulamolari birovni kofir deyotgani yo'q. Albatta mana shu musulmonlarni kofir deyotganlar ilmsizligi sababli bu gapni gapirishyapti. Kelinglar mana shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Takfir nima? Buni xatari qanday? Kim chiqardi bu narsani? Biz musulmon sifatida boshqa bir musulmonni kofir deyishlikka haqqimiz bormi? Kimning haqqi bor bir odamni kofir deyishlikka? Mana shular haqida suhbat qilamiz. Mavzuga kirishdan oldin bitta savol beraman sizlarga. Ilm nima o'zi? Ilm voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar. Ya'ni sizga kelgan narsa, uni ilm deb sizga o'rgatdi, u xabar. Voqelik shunaqa ekanligini tasdiqlamagunicha. Endi shu narsani ilm ekanligini vaqt ko'rsatadi. Qaytarib aytaman. Voqelik haqida kelgan to'g'ri xabar ine ilm bo'ladi. Bir joyga bordingiz, ikkita xona turibdi. Tasavvur qiling, bittasida tilla turibdi, qumi, ikkinchisida latunni kukuni turibdi. Ikkala metal haqida xabaringiz yo'q. Shundan bittasidan deydi, shuntenga to'ldirib solib ket deydi. Shunda gangiysiz. Nima yo'q shu yerda? Ilm yo'q. Darsga kirmadik hali. Men sizlarga muqaddima qilyapman. Ikkita odam bittasi tilladan soldi, shuntenga to'ldirib, ikkinchisi latunni soldi. Qarasa bir xil sariq temir ikkalasi ham. Keyin yurtiga kelgandan keyin bozorga olib tushganda bilindi. Qaysinisi tilla, qaysinisi narxi balandligi. Ungacha ikkalasi ham metal deb qaradi, ikkalasi ham sariq dedi. Ikkalasi ham cho'ntagiga soldi. Vaqt o'tgandan keyin voqelik tillani qimmat ekanligini ko'rsatdi. Qaytarib aytaman. Voqelik haqida sizga kelgan to'g'ri xabar ilm deyiladi. Qarasang, mana bu oyat hadisni gapiradi, mana bu ham oyat hadisni gapiradi, g'irt qarama-qarshi bir-biriga. Birodarlar, modomiki uni ham, buni ham suyangan narsasi Qur'on sunnat bo'ladigan bo'lsa, gapi bir xil chiqish kerak emasmidi? Nimaga buni bu kofir deydi? Vaholanki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganlar. Yana soddaroq misol, 3 litrli banka qaynoq bo'lib turganda muzdek suv quysa nima bo'ladi banka? Bu xabarmi, ilmmi? Bu ilm, o'sha tajribadan o'tib bo'ldi. Ming marta qildik, adamimiz yedik. Choyni sovutma bankada, cho'mishda sovut degan. Bankani sinadi degan bitta xabar keldi. Sinmaydi degan bitta xabar keldi. Muzdek turganda sovuq yoki muzdek issiq turganda muzdek qo'ysiz. Ikkita xabar, qaysinisi ilm? Vaqt isbotini ko'rsatmaguncha uning ikkalasini xabar deymiz. Sizlarga oyat, hadis bu, manaqa, mana yo'l, mana to'l, manaqa desa, oyatni, hadisni eshitib turib xulosa qilgani shoshilmaylar akalar. Ayrim birodarlarimizni mana shu musulmonlarni kofir yoki musulmon ekanligini aniqlashni o'zini ishi deb bilib olgan. Agar shu ishni qilmasa kofir bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Ya'ni kofirni kofir demagan kofir degan so'z bor. Ha, bu to'g'ri. Islomdan tashqari dinda bo'lganlarni kofir deymiz. Ammo musulmonlarchi? Bu odamlarning ilmsizligidan, tajribasizligidan, yoshligidan, g'o'rligidan, boyaga fikrni noto'g'ri kallasiga joylab olganligidan odamlarda aybini topishlik, kamchiligini qidirishlik bilan, kofirga chiqarishlik bilan ovora bo'lib yurganini ko'ramiz. Ha, islomdan boshqa dindagilar musulmon deyilmaydi, kofir deyiladi. Ularni shubhalanmasdan, ikkilanmasdan kofir deymiz. Lekin kalima keltirgan, ahli qibla bo'lgan bir musulmonni kofir deyishlik akalar, avom xalqning ishi emas. Bizning ishimiz emas ukalar. Mana qorilarimiz o'tiribdi, sanadlar olishgan. O'tirib alhamdulillah topshiringlar-da, necha foizli o'tasizlar shu yerda o'tirgan. Alhamdulillah. Sizlar o Allohada, Allohning vajhi, yadi degan temani muhokama qilyapmiz yoshlar. Bu musulmon, bu kofir deb turib katta masalalarga tajovuz qilib tashlanyapmiz. Alhamdulillah o'qib o'tiravering, birodar. Bilmaysizmi? Arab harflarini ikkiga bo'lib bering.
istifolar harflarini aytib bering. Siz o'zi alhamdulillah to'g'ri o'qimaysiz-ku, ona domlaning aqidasini noto'g'ri ekanligini bilasizmi? Biz joyimizni bilaylik o'zimizni. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni taniysizmi desam, men ilmiga guvohlik bermayman deyapti. 30 ga kirgan bola. Sen kimsan shayxni priznovat qilgan? Chiroqni o'chiringlar, mana chiroq. Hammasini. O'chiring. Qop-qorong qilinglar xona. Meni ko'ryapsizlarmi? Men ham ko'rmayapman sizlarni. Yoqing endi. Mana shu chiroqlar yurtimiz ulamolari, ustozlar, ilm ahllari. Sizlarni boshingizda anglatayotgan, sizlarni gangitayotgan narsa mana shu ulamolarga nisbatan qalbinglardagi hurmatni yo'q qilgandan keyin o'zini gapini o'tkaza oladi shu toifalar. E'tibor beringlar-da, boshida shu ulamolarni yomonlashdan boshlaydi ishini. Yetib bordimi? Misol yetib bordimi? Bizni yurtimiz ulamolari bir-birini yomonlaganini eshitganmisizlar? Yaqinda paydo bo'lgan kasallar nimaga yomonlaydi? Chunki chiroq yoqib tursa, ma'da telefon turibdi, ma'da choy turibdi, mikrofon turibdi, men gangimayman. Kerak bo'lsa salfetkani bitta qo'limni uzataman-da olaman. Agar o'chib bo'lsa paypaslashim kerak. Piyola non torib olaman, mikrofon tushib ketadi. Tushunyapsizlarmi nima demoqchi bo'layotganimni? Avval shu ulamolarning obro'yi qalbingizda to'kiladi. Ular hech kim emas, ular kofir, fosiq deb turib hurmatni to'kib qo'ygandan keyin, chiroqni o'chirgandan keyin o'zini lampochkasini orqasidan yirtishadi. Bu yerda aldanib qolgan ukalarimiz ham o'tiribdi. Ana shu chiroqlari o'chirilgan ukalarimiz o'tiribdi. Domla aytdi, to'g'ri aytdi. Biz yomon ko'rmaymiz. Biz rahmimiz keladi shu ukalarga. Ertaga qiyomat bo'ladi. Ertaga Allohning huzuriga boramiz. Sondiqlar ochiladi, shunda ko'ramiz. Vaqt o'tgandan keyin sizni tutgan yo'lingiz ilmmidi yoki faqat xabarmidi? Unda kech bo'lib qoladi. Albatta bir musulmon ikkinchi musulmon kofir deyishligi xatarli masala. Bu qozilarning, muftiylarning, ulamolarning ishlari. Avom xalq bu narsaga aralashmasligi kerak. Avvalgi davrlarda birodarlar, mana shu takfirni kim ishlatgan? Nima maqsadda ishlatgan? Musulmon rahbarlar, musulmon sultonlar turgan paytda unga qarshi chiqishlik bog'iylik deyiladi. Shariat hukmida haddidan oshganlar, tug'yonga ketganlar, sultonga qarshi chiqqanlar bog'iy deyiladi. Bularning jazosi qattiq shariatda. Ana shu sultonga qarshi chiqishlikning bitta yo'li bor edi. Uni aqidasi buzuq, u kofir deb turib fatvo chiqarib oladi o'ziga. Shu bilan unga qarshi chiqishlik shar'iy bo'lib qoladi ular uchun. Demak, takfir musulmon sultonlarga qarshi chiqishlik yo'lida ishlatiladigan siyosiy asbobga aylanib qolgan. Shundaylarmi? Undan ko'ringiz sovishlik uchun kofirligini isbotlab berasiz. Mana oyat bor, mana hadis bor, bunga amal qilmaydi. Yana bitta misol berib aytib o'taman. Oyatda manaqa degan, hadisda manaqa degan desa, shu oyatning tafsiri, hadisning sharhi, fuqaholarning chiqargan shundan hukmlari, aqida ulamolari, usul ulamolarini gaplarini eshitmasdan tarjimani eshitib turiblar, boyaga xabarga yetib ketyapsiz ilmda. Aytaymi? Qur'on hadis bizga yetadi, mazhab kerak emas degan gap bor. Biz Qur'on va hadis bilan yashaymiz, boshqa narsa kerak emas, chunki Rasululloh davrida bu ikkita narsa bo'lmagan. Mazhablar va aqida maktablari. Desa hali gap sizga yo'qadi-da. Oyat yetadi bizga, hadis yetadi degan ukalar yaxshilab eshitib oling nima deganlarida, tushuninglar nima deganinglarni o'zingizlar. Men sizlarga qancha misol tushuntirib qo'yaman. Bishkekka yurgansizlar, Perivoldagi Visokovoldagi tokda yurgansizlar. U yerdagi simdagi narsani ati nima deyiladi? Elektr toki deyiladi. Mana Lazatkadagi narsa ham nima deyiladi? Elektr toki deyiladi. O'sha elektr toki necha kilovat? Bishkekdagi, yo'lidagi. 10 ming bormi, kami yo'qmi? 10 ming ekan, 10 ming dedi. Uni ati ham tok, mana u ham tok. Endi siz simni ko'tarib chiqib ketyapsiz Visokovoldga. Bir tefalda choy qaynataylik. U tok nima qiladi sizni? Akalar, ana shu 10 ming kilovatlik tok bir joyga boradida 380 bo'lib maydalanadi. Transformator 380 qilib beradi. 380 lik tok mahallangiz boshiga keladi. Bitta transformator bo'ladi. 380 ni 220 qilib beradi. Endi tok sizni foydangizga ishlaydi. Sizlar Qur'onda o'zi yetadi, hadisda o'zi yetadi. Qur'on bilan hadisni ushlab keta olamiz deb o'ylayapsizlarmi? Kimmiz biz? Ummat 1300 yildan beri ana shu ulamolarni transformator orqasidan o'tgan ilmi bilan foydalanib kelyapti.
Tushunyapsizlarmi endi? Mazhab kerak emas. Oyat, hadis yetadi degan paytda qanaqa xatarga tushayotganligini bilyapsizlarmi? Kim aytayapti oyat kerak emas deb? Kim aytayapti hadis kerak emas deb? Mazhab akalar. Shu oyat, hadisni siz bilan biz tushunishimiz oson bo'lishi uchun ishlab chiqilgan bir yo'li. Takfir. Takfir bu muayyan bir odamni kofirga chiqarish. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bir odamni kofir deb e'lon qilishlik. Shariatga binoan mana haqiqiy islom olimlari odamlarni kofir deyishlikka juda ehtiyot bo'lishgan. Bu yerda men sizlarga hamma tan olsa kerak bu kishilarni, Imom Azamning gapini, Imom Shofiyning gapini, Imom Ahmad ibn Hanbalni, Imom Tahoviyni, Imom Nasafiyni va bir qancha avval yashab o'tgan butun ummat tanigan salaf ulamolarimizni, xalaf ulamolarimiz gaplarini o'qib beraman. Agar shularning ham gapini qabul qilmasak, shularni ham ilmiga tan bermaydigan bo'lsak, unda kim ekan ahli sunnat? Hanafi ulamolarining mana shu xulosasi aytishadi, mo'min musulmon bo'lib tug'ilgan, mo'min musulmon bo'lib tanilgan bir odamning biror gapida yoki qilgan ishida 99 ta dalil kofirligiga dalolat qilib tursa, lekin bitta dalil uning musulmonligini bildirsa, ana o'sha bitta dalilga suyanib uni mo'min musulmon deb hukm qilinadi deganlar. Mana shu yurtda yashab o'tgan kibor ulamolarni qoldirib ketgan ilmiy merosini, ummahatul kitoblarni o'qimagunicha ilm haqida gapirmaymiz. Demak, 99 ta dalil kofir ekanligini bildirib turibdi. Ammo bitta dalil mo'min ekanligini dalolat qilib turibdi. Shu bitta dalil olinadi. Endi nimaga unaqa degan? Chunki birovni kofir deyishlik qanchalar xatarli ish ekanligini juda, ya'ni mushtahidlar bo'lgan ular. Mana shu qarash 99 ga 1 degan qarash. Mulla Ali Qorini tomonidan ham aytilgan. Mana bu kishini 3 ta kitobda shu fikrda aytganligini guvohi bo'lamiz. Mulla Ali Qori tan olinsa kerak, a? Butun ummat ahli sunna va jamoat musulmonlari Mulla Ali Qorini tan oladi. Bismillahirrohmanirrohim. وقد ذكروا أن المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها 99 احتمالا للكفر واحتمال واحد في نفيه فأولى للمفتي والقاضي أن يعمل باحتمال النافي. Dar haqiqat olimlar zikr qilganlarki, kufrga taalluqli bo'lgan masalada qachonki kufrning 99 ehtimoli bo'lsa-yu, bitta ehtimol uning teskarisiga bo'ladigan bo'lsa, mufti va qozilarga avlosi shuki, kufrga qarshi ehtimolga amal qilganlar. Bu nimasi ekan? Fiqhul akbarga yozgan sharhi. Chunki 1000 ta kofirni qoldirishdagi xato bitta musulmonni chiqarishdagi xatodan ko'ra osonroqdir. 1000 ta kofirni qoldirishdagi xato bu xato. 1000 ta kofirni musulmon deb aytib yoribdi adashib. Bu xato. Lekin bundan ko'ra kattaroq xato bitta musulmonni kofirga chiqarib olishlik. Fiqhul akbar kitob. Ikkinchi kitob Mulla Ali Qorini Ash-Shifoga yozgan sharhida ham shunday deydi. Muhaqqaq ulamolarimiz aytishganki, agar biror musulmonning kofir deyilishiga ishora qiladigan 99 ta dalil topilsa va uning musulmonlikda qoldirish borasida esa bitta dalil topilsa, mufti va qoziga ushbu bitta dalilga amal qilmoqlari kerak bo'ladi. Bu so'z qayerdan olingan? Hanafiy mazhabi, boshqa mazhablarda albatta kitob va sunnatdan dalili bor. Dalilingiz bormi, domla deydi. O'tirmaga, dalil nima o'zi? Nimani bilasan? Menga alhamdulillah to'g'ri o'qib ber. Inson 4 xil bo'ladi insonlar. Biladi, bilishini biladi. Bu olim. Bunga ergashamiz. Biladi ikkinchi odam, lekin unutib qo'ygan. Bu g'ofil. Bunga eslatamiz. Uchinchi odam, bu bilmaydi, lekin bilmasligini biladi. Bu johil, bunga o'rgatinglar. Bilmaydi, bilmasligini ham bilmaydi. Bu shayton, bundan uzoq bo'linglar. Olim, g'ofil, johil, shayton. Biz qaysinisimiz? Biz birinchisimiz. Biz olimmiz biz. Kitob o'qing edi. Ulamolarimiz 1000 yilda uyog'ida yashagan ulamolarimiz nima degan? Eshiting edi. Siz xabarga ishonib ketaverdingiz.
Tashqari isib ketdi, 16 gradus bo'lib ketdi desa, haligi odamga gapiga ishonib turib to'nni tashlab chiqib ketmaysiz. Nimaga qaraysiz? To'xtachi deysiz. Tashqarida sovuq yeb qolmasligi uchun tekshiryapsiz uni gapini. Derazadan qaradingiz, ko'rinmayapti, qorong'i. Telefonga qaraysiz, pagodaga. Siz ko'chada soqotib qolmasligi uchun shuncha tekshiryapsiz kelgan xabarni. Qanday qilib siz aqidangizni, diningizni belgilarni ishni to'g'ri kelgan odam aytsa qabul qilyapsiz? Biz birovni yomonlab, birovni haqorat qilmoqchi emasmiz. Biz o'zimizni, birodarlarimizni ko'zga taqilgan cho'rni beli ochgan olib qo'ymoqchimiz. Kamalada nechta rang bor? Endi daltonik degan kasal bo'ladi, bilasizmi? Nima u? Rang ajrata olmaydi. Rang ajrata olmaydigan odam bilan boqqa kirib gullarning rangini bahs qilinadimi? Yoki kamalayda rangi haqida bahs qilinadimi? Seni ko'zingni ochga taqib qo'yibdi. O'zingdan boshqani nohaq deyishlikka o'rganib olsan. Hammani kofir, fosiq deyapsan. Hamma yo'qda bidat, fisq, fujur deyapsan. Sen ko'zingni sho'rni beli qilib ekspidno ko'rar eding, qarada birodar. O'sha ochgani taqishidan avval ona odam seni yaxshi ko'rar eding. Ta'lim olgan eding, 15 yil, 20 yil, safarga chiqqan eding, pul muomala qilgan, tanir eding buni. Umar ibn Xattob aytgan formula bo'yicha. Lekin bitta odam kelib ko'zingga shunday ochgan taqudi bo'ldi-da. Endi senga o'shuni yomonlagan odam bilan safarga chiqdingmi? Pul muomala qildingmi? Qo'shimcha taniysanmi senga shu ishni o'rgatayotgan odamni? Achkani olinglar ukalar. Albatta shu aldanib qolgan ukalarimiz ham o'tiribdi bu yerda. Bizni yaxshi ko'rar edi bu paytlar. Lekin keyin salom bersak, mashinaga qo'mrayib, qo'g'ini soptirishlikka o'tdi. Kim o'rgatdi sizlarga bu narsani, birodarlar? Nimani o'rgatdi sizlarga? Albatta endi o'pkasiga koronavirus kirib bo'lgan odamga maska tutishni foydasi yo'q. Chunki u maskaga kasal kirguncha taqish kerak edi. Endi shu kasal qalbingizga kirib bo'lgan bo'lsa, endi maskani keragi yo'q. Mana gaplarimiz ham foydasi bo'lmaydi. Unda nima gapiryapsiz, onda? Ikkilanayotgan, ganglayotgan, hali oldanmaganlarga gapiryapmiz. Bittasi shu bilan bahs qilyapti. Bizga yaqin bo'lgan bir payt. "Ey" desam, "Siz bilan meni bahs qilgani ilmim yo'q-da" deyapti. Unda qayerdan bildingiz meni aqidamni noto'g'riligini? Aqidalarda shubham bor deyapti. Shubham bo'lsa ayt, mana-mana. Dalillarda aytsam, meni ilmim yo'q-da deyapti. Unda qayerdan bilding meni aqidamni noto'g'riligini? Logikaga to'g'ri kelyaptimi? Achka taqqanlar achkani olib qarab ko'ringlar-da. Demak, Mulla Ali Qori Fiqhul Akbar yozgan sharhida, Ash-Shifo kitobi yozgan sharhida mana shu fikrlarni aytdi. Bu so'zni dalili payg'ambarimiz aytganlar, qodir bo'lguncha musulmonlardan jazolarni tark qilinglar. Bas bir musulmonda kufrdan chiqish yo'lini topsangiz, uning yo'lini bo'sh qo'ying. Zotan imomning avf qilishda xato qilgani, azobi uqubat berishda xato qilganidan yaxshiroq. Xato fatvo chiqarib, muftiy, qozi jazolamay chiqarib yubordi. Xato bo'ldi. Bir odamni nohaqdan jazo berib qo'ydi. Ikkalasi ham xato bo'ldi. Qaysinisi og'irroq? Haq bo'lgan odamni jazolagan. Har bitta mazhabimizda aytilgan fatvolarda birodarlar dalili bor, hujjati bor. Xotirjam bo'linglar. Agarlar sizlar la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan musulmonsizlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz hammanglar. Millati qanaqa, qayerda yashaydi, qayerda tug'ilgan, nevajna, kalima keltirib bizni birodarimiz. Faqat oldab qo'yishyapti-da. Mulla Ali Qori Mishkotul Masabihga bitgan sharhida, Mirqotul Mafatihda shu fikrni aytadi. Bas, albatta odamlardan iborat birortasi qachon 99 dalilli kufriga, bitta dalil esa uni xilofiga dalolat qilib tursa, uning dindan chiqqanligiga hukm qilish halol bo'lmaydi. 3 ta kitobida 99 ga 1 deyapti. Ali Qorini mana shu gaplardan yana bir tushunishimiz kerak bo'lgan muhim narsa, o'sha musulmon kufr gapini aytgan bo'lsa, qasddan gapirgan bo'lsa shu hukm. Qasddan gapirdi. 99 ta dalil kofirligiga, bitta dalil mo'minligiga. Endi beqasd gapirgan bo'lsa, teng bo'la iymondan chiqadi. Agar bir odam kufrga sabab bo'ladigan gapni gapirib qo'yib turib, men bilmabman. Bunaqa ma'noligini tushunmabman. Men mana ma'noda aytdim. Jahlda aytib o'sha odamni haqorat qilish uchun aytib sen kofirsan deb. Sen kofir bo'lding deb. Men undan jahlim chiqib gapirdim, lekin iymondan chiqish niyatim yo'q edi deydigan bo'lsa, mutlaqo uni kofir deb bo'lmaydi.
Albatta, bu fikrlarni akalar hammasini kitob va sunnatdan dalili bor. Bilasizlarmi, mana shu sizlarga mana hadis bor, mana oyat bor degan paytda sizlar mo'minliginglar uchun, qalbinglar tozaligi uchun va bitta aybinglar ishonuvchan bo'lganligingiz uchun qalbinglarni ochib qabul qilib olyapsizlar. Bilasizlarmi, o'sha hadisni aytib turib, sahih hadisni aytib turib, sizni o'zingizni dindan chiqarib olishmi? Ilmsizlik shunaqa musibat. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun. Musulmon bilan so'kishsa nima bo'ladi? Fosiq bo'ladi, urushsa kofir bo'ladi. Xo'p, zohirini oling hadisni. Aytdik. Bunday qilsa kofir bo'ladi, bunday ishda gapirsa kofir bo'ladi deb aytilindi. Bu xabar xolos, hukm emas hali. Lekin kofir bo'ladi degan gapni hukm qilib oldingiz. Bu yoqdan bexabar. Musulmonlar tarixining eng qora davri. Fitna davrlari Ali ibn Abi Talib davri. Bir tomonda Ali ibn Abi Talib chiqdi Madinadan qo'shinda. Bir tomonda Muaviyat ibn Abu Sufyon keldi. Fitna bo'ldi. Xo'p, boyaga hadisda zohirga qaranglar. Bir-birini o'ldirsa kim bo'lardi? Endi qaysi tarafni kofir deysizlar? Ko'rdingizmi? Talhat ibn Ubaydulloh bir tomonda, Zubayr ibn Al-Avvam bilan birga, Ali ibn Abi Talib bir tomonda. Qaysi tomonda kofir deysiz? Ey ukalar, ko'zingni ochish, senlarga oyat bor, hadis desa laqqa tushib o'tiraverma. 1,5 yil oldi bu islomimizga birodarlar. 1442-yil hozir. 100 yilni chiqarib olib yo'g'iga 1300 yildan beri ummat bir xil reysda, bir xil ilm bilan kelyapti. Kallelarni ishlatinglar. Demak, Imom Tabaroniy va bir qancha sahobalar quyidagi hadisni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilishadi. Siz gapirgan fikrni, siz aytgan so'zni, siz olib kelgan fikrni qabul qilmasa, biz haqni gapiryapmiz, o'shuning uchun qabul qilishmayapti deb turib, o'zini g'ariblarni qatoriga kirgizib qo'yadi. Kelinglar shu g'ariblar haqidagi hadisni to'liq o'rganamizda, biz o'sha g'ariblarning ichiga kiramizmi, kirmaymizmi? Islom g'arib holda boshlangan va g'aribligiga qaytadi. G'ariblarga tuvbo bo'lsin degan Rasululloh, jannat bo'lsin. Sahobalar gaplashib o'tirishgan edi, ayrim masalalarda bir talashib tortishayotgan edi, shunda Rasululloh chiqib keldilar. Sahobalar aytishadi, bizga ko'pgina narsalarni aytdilar va gap orasida islom g'arib bo'lib boshlangan va yaqinda g'aribligiga qaytadi dedi. Bo'ldi, shu yerda bilamiz. Bo'ldi. Bizni gapimizni olishmadi, biz haqni gapirdik. Bu domlalar haqni gapira olmaydi, onamdan qo'rqadi, onasidan ajralib qolishdan qo'rqadi. Shu gapni eshitamizda haq faqat bularda ekan. Shunda biz g'ariblar kimlar yo Rasululloh deb so'radik. Rasululloh aytdilar: "Allazina yuslihuna idza fasada nas." Odamlar buzilib fasodga uchrab ketganda isloh qiladi g'ariblar. Wala yumaruna fi dinillah. Allohning dinida talashib tortishmaydi u g'ariblar. Wala yukaffiruna ahadan min ahli tawhid bi zambi. Ahli tawhid bo'lgan kishini bironta bir gunoh bilan kofirga chiqarmaydilar. 3 ta sifat aytildi. G'ariblar kim ekan? Isloh qiladi, talashib tortishmaydi, musulmonni kofirga chiqarmaydi. Isloh qiladi. O'zini mana shu hadisda aytilgan g'ariblar qatoriga qo'shayotgan ayrim odamlar, ayrim birodarlarimiz qarab ko'raylik-da. Mana shu sifat bizda bormi? Bizni qilayotgan ishimiz, berayotgan ta'lim tarbiyamiz sababli odamlar isloh bo'lyaptimi, buzilyaptimi? Bolam, bizni kofir deb bilasanmi? Desa, o'sha takfirga yetib borgan. Dada, Alloh Qur'onda va sohibuhuma fid dunya ma'rufa degan deyapti. Alloh taolo faqat o'zingga ibodat qil dedi, ota-onangga yaxshilik qil dedi. Ha? Ota-onang seni bilmagan narsaga buyursa, ya'ni shirkka buyursa itoat qilma, lekin dunyoda chiroyli muomalani qilaver degan. Nima deyapti otasini? Kofir deyapti. Bizni qassoblarimizdan go'sht olib yemas ekan. Bizni masjidlarimizga chiqib juma namozi o'qimas ekan. Nima deyapti bizni bular? Kofir deyapti. Shuning uchun siz olgan ta'limning oqibatida ota-onangizga kelib tikka qaramayapsizmi? Avval qadrdon, do'st, birodar bo'lib yurgan oshnalaringizni, do'stlaringizni gapirsangiz, gapingizni olmasa fosiq, kofir demayapsizmi? Isloh qilyapsizmi, fasodga uchratyapsizmi? Musulmon bizni bergan ta'limimiz bilan bir musulmon ikkinchi musulmonga nisbatan qalbida nafrati bo'lib,
salom bersa Ali olmaydigan darajaga chiqib qolmayaptimi? G'ariblar deyapsizlarmi o'zinglarni? G'ariblar isloh qiladi, buzmaydi odamlarni. Oq qilaman bolam desa, o'tmaydi oqiz deyapti. Chunki otasini aqidasi noto'g'ri deb domlasi ishontirib qo'ygan, bo'ldi. Virus kirgan, endi maskani keragi yo'q. Ikkinchisi sifati nima edi? Talashib tortishmaydi. Kim talashib tortishyapti? Aytinglarchi. Mana shu yurtda eski domlalari, yoshi ulug' domlalarning shogirdlaridan olgan ta'limlar sizlarni talashib tortishtiryaptimi yoki yoshlarni bergan ta'lim orqasida bir talashib tortishyapmizmi? Yana u tortishayotganlar kimlar desangiz, hozir aytgan alhamdulillah to'g'ri o'qimaydiganlar. Allohning qayerdaligini bahs qiladi. Birinchi sifati isloh qiladi. Ikkinchi sifati talashib tortishmaydi. Uchinchi sifati gunoh sababli ahli qiblani, ahli tavhidni kofirga chiqarmaydi. Yana qaytarib aytaman. Kimlar kofirga chiqaryapti o'zini birodarlarim? Yoshlar. Yoshlar kimdan olyapti bu gapni? O'sha katta ustozlarimizdan olmayapti. Ummahotil kitoblardan olmayapti, broshuralardan olyapti. G'ariblar isloh qiladi odamlarni. Talashib tortishmaydi. Gunoh sababli bir musulmonni nima qilmaydi? Hadisda davomi ham bor ekan-a? Davomi ham bor ekan-a? Shu uchta sifat sizda bo'lsa, demak siz o'sha g'ariblardansiz, inshaalloh. Muborak bo'lsin. Bunday kishilarga payg'ambarimiz jannatni bashorat berganlar. Mana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir musulmon ikkinchi musulmonni kofir desa, nima bo'lishiga haqida aytgan hadislarni o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin wa in amilu bil kaba'ir." Imom Tabronidan qibla ahlidan bo'lgan biror kimsani kofirga chiqarmanglar. Garchi u gunohi kabirani qilsa ham. Aroq ichsa kofir emas, zino qilsa kofir emas, fosiq musulmon. Namoz o'qimasa ham musulmon u, qattiq gunohkor lekin musulmon, kofir demaymiz. Bilasizmi, kofir degan gap 15 yil bu yoqda paydo bo'lib qoldi. Avval bunaqa gap bo'lmas edi, chunki katta ustozlarimiz bu narsadan xabari bor bo'lganligi uchun, ularda haqiqiy ilm bo'lgani uchun birovni kofir deyishga shoshilmas edi. Sahoba ikromlar ham ahli qiblani kofir demagan. Ahli qibla kim? Ka'bani meni qiblam deb biladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb bir marta bir umrida aytgan. Qarang, sahobalarga qarshi kurashganlar bor. Havorijlar. Sahobalarni o'ldirganlar bor. Musulmonlarning qonlarini o'zlariga halol qilgan havorijlar. Sahobalarning birontasi ularni kofir demagan. Ali ibn Abi Talib ham ularni kofir demagan. Imom Buxoriy Abu Hurayra va Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar: "Iza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a bihi ahaduhuma." Agar bir musulmon ikkinchi musulmon birodariga "Ey kofir" desa, ulardan bittasi shunga mubtalo bo'ladi. Ya'ni unda shu kofirlik sifati bo'lsa, bu so'z borib unga yopishadi. Aks holda, agar u kofirlik sifati bo'lmasa, iymoni bor odamni kofir degan uchun o'zingiz kofir bo'lasiz deyiladi. Sizga kerakmi shu? Qa'dan bu g'amni yelkangizga oldingiz, birodar, kofirligini aniqlashdik yoki kofirligini aniqlamasdik. Siz ishingizmi bu? Imom Ahmadda keltirilgan hadisda: "Man kafara akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Kim dedilar Rasululloh? Birodarini kofirga chiqarsa, unga ikkovidan biri duchor bo'ladi. Mana ikkinchi hadis. Sahih to'plamlarda Abu Zar roziyallohu anhudan keltiriladi. Rasululloh aytdilar: "La yarmi rajulan bil fusuq va la yarmihi bil kufr illa irtadat alayhi illam yakun sohibuhu kadalik." Kishi, musulmon kishi birovga fosiqlik ta'nasini ham, kufr ta'nasini ham otmaydi. Bu fosiq, bu munofiq, bu kofir. Shu lug'atlarni leksikondan olib irg'itib olaylik. Bizning ishimiz emas. Ha, Yahudiyni, Nasroniyni, mushrikni biz kofir deymiz. Shubha yo'q bunda. Lekin ahli qibla bo'lgan odamni qilgan ishi tufayli kofir demanglar. Bizning ishimiz emas, jon akalar, ukalar. Kishi birovga fosiqlik ta'nasini ham,
kufr ta'nasini ham otmaydi. Agar otadigan bo'lsa, ta'na qilingan kimsaga shunday bo'lmasa, fosiqlik va kufr o'ziga qaytadi. Ya'ni ta'na qilingan kimsa shunday bo'lmasa, fosiqlik va kufr o'ziga qaytadi. Sizga kerakmi? Sizga kerakmi? Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwalloh va laysa kadhalika illa hara alayhi. Kim dedilar Rasululloh bir kishini kufr bilan chaqirsa yoki Allohning dushmani desa, u esa bunday bo'lmasa, kufr aytgan odamning o'ziga qaytadi. Kufr aytgan odam o'ziga qaytadi. Ya'ni har qanday holatda ham biz ahli qibla bo'lgan odamni nima demaymiz ekan? Kofir demaymiz ekan. Biz bir musulmonni kamchiligini, nuqsonni istashni o'rniga undagi fazilatni ko'rishni o'rganaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi shunday qilganlar. Xotib ibn Abi Balta roziyallohu anhu. Sirat darslarida o'tganmiz. Rasululloh Makka mukarramaga 10 ming qo'shin bilan kelib Makkani fath qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir katta qo'shin bilan ketayotganligini xabarini odamlar bilishligini xohlamadilar. To'satdan boraylik, Makkalilar nima qilmasin, bilmay qolsin, qurol ko'tarishga ulgurmasin, bora shunday jangi jadalsiz egallaylik, haram hududida qon to'ymaylik degan maqsadida xabarni maxfiy qildilar sollallohu alayhi vasallam. Lekin Xotib ibn Abi Balta Qurayshga xat yozib berdi. Bu xat tutildi, sirat darslarida aytganmiz uni batafsil. Payg'ambarimiz boya xatni ko'rsatib, "Nima bu ya Xotib?" dedi. Bu ishi akalar davlat xiyonati deyiladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu "Ya Rasululloh, bu munofiqni bo'yniga qilish bilan uraymi?" dedi. Munofiq degani kofirdan xasroq degani. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jahannamda eng tubida bo'ladi. Kimlar? Munofiqlar. Bu munofiqni bo'yniga qilish uraymi deganida, "Ey Umar, uni tinch qo'ying. U ahli Badrdan" deb qo'ydilar. Manchaliginda kelgansan shu domlarni qo'liga. O'zi nikohingni o'qigan, o'zi Qur'on o'qitgan, seni bolasida yaxshi ko'rgan. Endi nimaga yomon ko'rib qolding birdaniga? Kim o'rgatdi senga bu bema'nigarchilikni? Arpangni homirdimi? Pulingni bermay qo'ydimi? Seni so'kdimi? Nima qildi? Seni bolasidaqa yaxshi ko'rib tarbiya qilgan edi-yu. Nimaga yomon ko'ryapsan? O'sha nariga odam senga ochkani taqib qo'ydimi? Ketaverasanmi shuni? Hamma narsani yangisi yaxshi. Mashinani yangisi yaxshi, telefonni hamma narsani yangisi yaxshi. Nimani eskisi yaxshi? Do'stni. Yo'lga chiqqansan, safarda bo'lgansan, och qolgansan, to'q bo'lgansan, yaxshi kun bo'lgan, yomon kun bo'lgan, turgan yoning. Biz o'sha birodarni kamchiligini emas, fazilatini aytishlikka o'rganishimiz kerak. Imom Buxoriy Adabul Mufradda keltirishicha, bir kishi burgani la'natladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida burgani. Shunda Rasululloh burgani la'natlama, u payg'ambarlardan biri namozga yo'qotgan dedi. Burgani. Bir odam xo'rozni la'natlaganda xuddi shu so'zni aytgan. Bu namozga yo'qotadi deganlar. Xo'rozni. Mana ko'rdinglarmi, oppoq turibdi. Tolibi ilm qalbi shu daftarga o'xshaydi. Olib kelib ustoziga tutadi. Ustoz qalamni oladida xohlagan naqshini chizadi. Shogirdning aybi shu ustozga ishonganida. Sen uni bergan ta'limi bilan odamlar nima bo'layotganiga ham qaraganda, uni shunday o'quvchi ustoz oladi, xohlaganini chizadi. Shuning uchun boyagi bolani aybi nima deydi? Qarimaganligi deydi. Natijasini qarada. Mana siz bilan bizning mazhabimizning mo'tabar kitoblaridan Xulosatul Fatovoda aytilinadi. Va minha idza kana fil mas'alati wujuh yujibu al-takfir va wajhun wahidun yamna'u fa'ala al-mufti an yamila ila hadha al-wajh. Bu gapimiz takrorlayapmiz. Xulosatul Fatovoda. Bu biz aytgan kitoblar akalar, bilasizlarmi? 500 yil, 600 yil, 700 yil, 1000 yil burun yozilgan kitoblar. 20-asrning ikkinchi yarmida yozilmagan bu kitoblar. Ya'ni ummat 1000 yildan beri shu kitoblarni to'g'ri deb o'qib, shunga amal qilib kelgan. Tushunyapsizlarmi? Qachonki biror masalada
kofirga chiqarish vojib bo'ladigan bir qancha vajhlar bo'lsa va uni man qiluvchi bitta jihat topilsa, muftiyga ana shu bitta jihatga mayl qilishi lozim bo'ladi. Bahru Roiq asarida shunday deyiladi. Yozilganlardan ma'lum bo'ldiki, imkon qadar birorta musulmonni gapini yaxshilik ma'noga yo'llaydigan bo'lsa yoki uning kufrida ixtilof bo'lsa, uning kufriga fatvo berilmaydi. Bitta zaif rivoyat topilsa bo'ldi. Shunga ko'ra zikr qilingan kufrga olib boradigan so'zlarni ko'pchiligiga suyanib, kofir deb fatvo berishlik lozim bo'lmaydi. Qarangda, Moturidiylik, Ash'ariylikning aqidasini prinsipi musulmonni kofir demaslik. Shundaymi? Moturidi va Ash'ari aqidasi ahli sunnaning ikkita aqida maktabi. Mana shu ikkala aqida maktabini prinsipi musulmonni ahli qiblani kofir demaslik. Bahru Rohidagi iboralardan bizga ma'lum bo'ladigan narsa shuki, ana shu fiqhiy kitoblarda alfozi kufrlar, odamlarni kufrga olib boradigan so'zlar, ishlar aytilaveradi. Bunday bo'lsa kofir bo'ladi, bunday qilsa kofir bo'ladi, bu gapni aytsa kofir bo'ladi deydi. Lekin kufr masalalari fiqhiy to'plamlarning ishi emas. Qaytarib aytaman. Kufr masalasi fiqhiy to'plamlarning ishi emas, balki aqida kitoblarining vazifasi. Aqidadan dars beryapman bolalarga deyapti. Shu broshurani olib aldanib qolgan ukamiz aqidadan dars beryapman desa, bir qori ukamiz siz aqidadan dars berayotgan bo'lsangiz, vohid bilan ahadni farqini aytib bering menga deyapti. Bo'ldi, to'xtadi. Siz qanaqa qilib aqidadan dars berasiz? Neyroxirurgiyadan dars beryapti. Neyroxirurgiya bilasizlarmi? O eng qiyin xirurgiya. Bu berib bizni oddiy xirurglar bunday yoradi, shassoyini qirsa qusur qiladi, bolg'alarni urib tekizlab qo'yadi. Bu ammo neyroxirurgiya qanaqa murakkab narsa. Bu aytganimizdek, ismni jar olish o'rinlarini bilmaydi. Arab alifbolarini bilmaydi, farqiga bormaydi harflarini, lekin aqidadan tushunadi. Avvalgi davrlarchi mana shu masalada ajoyib edi. Bilol qora aka manaqa debdi desa, o'nadirda. Biradirga ham o'tar edi. Mo'rtutga ham o'tar edi, Alimtevaga ham o'tar edi, Qizilqishloqqa ham o'tar edi. Bitta domlaning gapi o'taveradi, chunki bitta aqida, bitta mazhab edi-da. Kattalar aytinglar, shunaqamidi? Shunaqa edi. Hozirmi? Har bitta mahallaning o'zini mujtahidi bor. Bitta mahallada bir qancha mujtahidlar bor. Men dedi 2 tiyinga olmayman. Ishlarda O'sh shahridagi Alay futbol komandasida o'ynagan odam ham pul ko'taradi, professional qatnashgan. Yo'q, normal. Siz hali O'shda Alay komandasida o'ynab, bir marta Qirg'iziston chempioni yoki hech bo'lmasa vitse chempioni bo'lmasdan turib, Zidaningni 1 tiyinga olmayman desangiz. Endi shu odamdan xafa bo'lish, o'pkalash aqldanmi? Demak, ochkani qop-qorasini taqib qo'yishib qo'ygan. Ha, u bola qanaqa titul bo'lsa hammasini olgan. Ipriton bitta o'zi olgan. Agar futbolda ozgina tushunsanglar, agar Zidanni tushunmasangiz futbol tushunmaysizlar, ishonaveringlar. 1 tiyinga olmayman Zidanni desa, kulgilimi? Xuddi shunga o'xshagandek, bu shayxini tan olmayman ilmini desa, shu odam bilan gaplashish kerakmi? Ha, bechora riskka to'g'risi. Ana o'tib ham ketdi domlalarimiz. Ha? Sizlar bilmaysizlar bu domlalarni ketganligini, qadrini. Chunki sizlardan chiqqan savol-javob, fiqhiy masalalarga bizni domlalarimiz javob bera oladi-da. Ammo bizdan chiqqan domlalarda bo'lish kerak bo'lgan masalalarning javobini domla beradi. Ha, shu domlamiz ham nima qilmasdi ayrim yoshlar? Sizlar bu domlalarning qadriga yetmaysizlar. Ha, o'lgandan keyin o'sha 30 ta sho'rva qaynatyapsizlar. 20 minglar moqta. Tirigida 2 tiyinga olmasdinglar-ku. O'lgandan keyin aziz bo'lib qoldimi sizlar? Qaqirab ketyapmiz akalar, ukalar. Qaqirab ketyapmiz. Yuqoridagi iboralarni shunday tushunamiz. Fatvo kitoblari va fiqhiy manbalarda alfozi kufrlar, kufrga sabab bo'ladigan ishlar, e'tiqodlar, ya'ni bo'ladigan ishlar, e'tiqodlariga kufrga ketgan kimsalar to'g'risida xabar berilgan. Darek gap. Mana shu gapni gapirsa kofir bo'ladi, moishni qilsa kofir, lekin hukm emas hali u.
Mana shu ahli sunnaning eng ulug' imomlari Abu Hanifa, Imom Shofiylarning gapiga ko'ra, ular aytishadi, biz qibla ahlini aslo kofirga chiqarmaymiz. Biror muayyan shaxs yoki biror jamoa kitoblarda ko'rsatilgan kufr gapini aytgan yoki kufr ishini qilgan bo'lishi mumkin, biroq ular aslo kofir deyilmaydi. Zotan mujtahid imomlarning kufr so'zini aytgan yoki qilgan kimsani kofir deyishga imkoniyatlar yetarli bo'lsa ham, lekin ularni kofir deyishgan emas. Tushunyapsizlarmi? Agar kimdir kofir deyishga haqqi bo'lsa, shularda haqqi bor edi. Mujtahid edi, olim edi, o'zini zamonasidagi u olim edi, shular ham kofir demagan birovni. Endi bizga kim qo'yibdi kofir deyishni? Fiqhul Akbarda Imom Azam rahmatullohi alayhi shunday deydi. Ha, Fiqhul Akbar Imom Azamning kitobi emasmish. Yani eshitdilarmi yangisini? Fiqhul Akbar Imom Azamning kitobi emas. Sen kimsan Imom Azamning kitobi emas degan? Qayerdan olding buni? Imom Azam o'lganiga necha yil bo'ldi? Kim aytadi? Qachon tug'ilib, qachon o'lgan o'zi? Ko'ryapsizlarmi ukalar? Sizlar faqat atini bilasizlar. Ammo ilmsizligini ham bilasizlar. Hum rijal va nahnu rijal. Ular ham erkak bo'lgan, biz ham erkakmiz. Ular ham ilmli bo'lgan, biz ham senikichi aytilishini ilm. 80-hijriy yilda tug'ilgan. 150 yil o'tgan. 1000 yildan ortiq muddat. Butun ummat Fiqhul Akbar aqida ilmida yozilgan birinchi kitob Imom Azamning kitobi deb kelgan bo'lsa-yu, kecha chiqqan odamlar Fiqhul Akbar Imom Azamning kitobi emas desa, olaverasizlarmi shu gapni? 1200 yildan beri yashagan musulmonlar hammasi ahmoq-u, ilmsiz-u, savodsiz-u, biz esli yo'q qolibmizda. Ular bizdan tozaroq bo'lgan. Chunki zamoni saodatga yaqin yashaganda 2-3 asrda yashagan bular. Xulosa biz ahli qibla bo'lgan kishini birontasini qilgan gunoh tufayli kofirga chiqarmaymiz. Fiqhul Akbarda shunday deyilgan. Garchi bu gunoh kabira bo'lsa ham, modomiki shu gunohni halol sanamayotgan bo'lsa bo'ldi. Qaytarib aytaman. Biz ahli qibla bo'lgan odamni hech qaysisini qilgan gunohi, aytgan so'zi tufayli kofirga chiqarmaymiz, modomiki shu gunohni halol demasa bo'ldi. Fiqh kitoblarimizning xulosasi, bir musulmonni kofir ekanligiga dalolat qilgan dalil 99 ta turibdi. Lekin iymonda ekanligiga bitta dalil turibdi. Muftiy va qoziga mana shu bitta dalilni olib musulmon deb fatvo berishligi to'g'ri bo'ladi. Takfir birodarlar xatarli ish. Takfir oxiri qon bilan tugaydi. Takfir birodarlar bizning yo'limiz emas. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'ladigan, ana shu haqiqiy salafi solihlarning yo'lida yuradigan, ahli sunna va jamoani haqiqiy egalar bo'lgan musulmonlar bo'lishimizga tavfiqni bergan bo'lsin. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.